Azizlar, bugungi oyimizda sizlarni e'tiborlaringizga Urganch shahrimizning zo'r mestasida, birinchi qavatda azizlar ikki xona kvartirani ko'rsatib, donishtirib o'tamiz. E'tiborlaringizga havola qilib, zo'r mesta, bu yerda Shumbalaning Olimpiya stadion va bu yon tarafga Dehqon bozor bo'ladi. Endi bu yerdan 5-7 marshrutlar o'tib turibdi. 5 ham o'tib qotirasizlar. Bog'cha maktab ham yaqin, hamma o'ng'ayli. Birinchi qavatda ikki xona arzon narxda, srochniy zudlik bilan sotiladi. Qiziqqanlar telefon qilarsizlar. Ekranda batafsil ma'lumot uchun umumdan qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib ko'rsatsan chiqmasin, hurmatli do'stlar. Hamma o'ng'ayli, ajoyib bir mesta plajdan joy qilib yurganlar, videoni ulashib qo'yinglar. Zo'r mesta, bog'cha, maktab, suv, svet gazlari, riv, muammosiz gap turtdazlar. Bog'cha, maktab yaqingina. Bu yerdan Davlat Urdun institutidan chiqsangiz bo'ladi. Qani ketdik bir yerda kvartiramizni ko'rib o'tsak sizlar. Bismillah, xonadonimizga kirib keldik. Girgandan koridor joyi bo'ladi. Girish ishlari damir ishladan, changi ishlari, yog'och ishlardan kelsa, bu yerda zal qismi, keyin spalni, zal azda veranda qo'shilgan ekan, konditsionerlari bor, devorlar fonda. Bu yerda esa sanuzel qismining, sanuzel poliplastik qilingan ekan. Suv ishlari bor, gaz, suvdan muammosi yo'q. Suvga turibdi, napor zo'r, yangazda dokumentam taq, narx ham ajoyib, 315 million so'm, ikki xona kvartir. Birinchi qavatdan yo'lni bo'yidagi domimiz Shumbala yonida. Berimiz oshxona qismi bo'ladi azizlar. Remont tayyorroq kelib, ustida sodasini qilib, kelishib, oxiridan keyin bir chiroyli qilib remont qilsangizlar, azizlar, zo'r xona. Foydalanaman degan vatandoshlarimiz uchun ajoyib mesa. Kvartira qilib qo'ysangiz ham bemalol azizlar 2-3 milliondan orqali kvartira qo'ysangiz bo'ladi. Belining aynan plastiklarni o'zgartirganlar azizlar. Devorlar fonda xonamizga qarashib qilib berishgan. Bu yerda 3 560 kattalikda zal qismi joylashgan bo'ladi. Plusini verandasan bor 2-3lik, keyin bu yerda kaminli pechlar ham joylashgan. Aynalari plastiklardan, bu yerda konditsioner bazda, gaz suvdan umuman problema yo'q. Ishlari yog'och ishlardan, bu yerda 270-560 kattalikda spalni aynalari o'zgargan plastiklardan. Dokument taq, orienti zo'r. Azizlar, Shumbalaning yoni Davlat Urdun institutidan peshkom borsangiz bo'ladi. 5 minutlik yo'l. Ham Dehqon supermarket, Olimpiya stadion ismi, Raycenter bozor, azizlar, Dehqon bozor. Hammasini peshkom borsangiz bo'ladi. O'qishlar ham yon atrofida joylashgan. Hamma o'ng'ayli. Bog'cha, maktab, yonginasida farzandlaringiz 5 minutda borib kelib yuradi. Donlarda zilonli zonalari, bisetkalar, ajoyib bir mesta plajada shahrimizning qoq markazida joylashgan. Azizlar, shuningdek shaharning markazidan joy qilib yurgan yaqinlarga videoni ulashib qo'yish yoddan chiqmasin azizlar. Biz sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Xonadonimiz narxini takrorlab o'tamiz. 315 million so'm qo'yib beramiz. Zudlik bilan sotiladi azizlar. Mingning bahada kamdan kam chiqadi joyimiz. Azizlar, galing, ko'ring, mulkiyatini o'zlari bilan savdolashib, kelishib olsangizlar bo'ladi. Qiziqqanlar telefon qilasizlar. Hammasi sog'lik salomatlik tilamiz. Keyingi videoda görüşünce xayrlab qolamiz.